Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, aziz obunachilar. Navbatdagi ishimiz tayyor bo'ldi. Zalotoy dub alyumin profildan virani tayyorladik. Splashnoy holatda, juda go'zal holatda chiqdi. Stullar har doimgidek Akfa formula o'ralgan. Buni skiraldusli bo'lib o'raganmiz, cho'tga chiqqan. Bu tomonlari kalyonli oyna bo'lgan. Birlikdan bu joyi balkon profil ishlatganmiz. Mustahkamligi oshirish uchun balkon profili ishlatilgan. Nolasi juda go'zal holatda chiqdi. Aydagi yodvi bu tomoni 2 qavat bo'lgan. Yodviga oq paket. Romlari ham splashli holatda ochiladi. Bu yerda ikkita eshigi bor. 2 qanotlidan. Girovkalari, ruchkalar har doimgidek baquvvatdan, girovkalari go'zal holatda har doimgidek. Şu kvadratlari 600 ming atrofida tushyapti. 600 mingdan boshlanyapti. Bemalol murojaat qila olasizlar. Dastlabki ustanobga vodiy bo'ylab xizmat ko'rsatamiz. İşimiz yoqqan bo'lsa, ishga havas qilganlar bo'lsa, like bosib qo'yinglar. Jo'tga holatda chiqdi mana. Ustalarimiz mana. Turishibdi.